san'at haftaligi doirasidagi betakror rasmlar ko'rgazmasida ko'rib turganimizdan behad mamnunmiz. Участницы международного фестиваля, который проходит. 4-chi kunda universitet kuni deb nomlab qo'ygan. Transrasi bo'lgandan keyin ozgina xiralik bo'ldi. Mana bugun respublikamiz bo'ylab O'zbekiston Badiiy akademiyasi tomonidan tashkillangan tasviriy va amaliy san'at haftaligi boshlangan. Ushbu haftalik mana bir hafta mobaynida butun respublika bo'yicha viloyatlarimizda bo'lib o'tyapti. Shu jumladan bugun mana Farg'ona davlat universitetida ham Farg'ona viloyat miqyosida o'tkazilayotgan ushbu haftalikda bir kunligi mana shu yerda ham tashkillangan. Talabalarimiz tomonidan yangi asarlar yaratilyapti. Bu jarayonlar hammasi ko'rib borilyapti va haftalikda yakunida bu talabalarimizni chiroyli bir taqdirlash jarayonlari ham bo'lib o'tadi. Yurtimiz bo'ylab san'at kunlari haftaliklari davom etib kelyapti. Bizning yo'nalishimizda mana iqtidorli talabalar tahsil oladi. Ular o'zlarining ijodlari orqali milliyligimiz, tabiatimizning o'ziga xosligi, mana shu asarlar orqali, talabalarning ijodi orqali vatanga muhabbat, ota-onaga bo'lgan hurmat, shunga o'xshash ajoyib bir qadriyatlarni targ'ib qilishdan iborat. Bundan tashqari shu talabalarimizni o'zlarini ruhiy kechinmalari orqali yaratilgan asarlar ranglar orqali ifodalanib, o'zgacha kayfiyat bermoqda.